Assalomu alaykum qarindoshlar. Kadastr pasport haqida gaplashamiz, chunki bu mavzu juda ham ko'pchilik uchun qiziq. Kadastr pasporti o'sha ko'chmas mulkingiz va uni kadastr raqami haqidagi umumiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan elektron hujjat hisoblanadi. Kadastr pasporti masalan sizga yer berilganda yoki yerda kimlardir olganingizda yoki u bekor bo'lganda huquqlaringiz yoki kimgadir o'tganda, kimlardir olganingizda, misol uchun yoki yer uchastkasi bo'linsa, birlashtirilsa, shuningdek uni hududi o'zgarsa, manzili o'zgarsa, unda qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, misol yangi xonalar qurilyapsiz, yangi xonalar buzib tashlayapsiz, shunaqa holatlarda kadastr pasport shakllantiriladi. Buning uchun yer uchastkangiz davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida yoki undan alohida holatda ham arizani bersangiz bo'ladi. Ariza yagona davlatchaga yoki MyGov'dan berasiz va unga o'sha yerda o'zingizga tegishli ekanligini tasdiqlaydigan hujjatlar va obyekt o'sha bino qurilishi tugallanganligi haqidagi loyiha hujjatlarini berasiz va sizga agar demak o'sha kvartira, ya'ni ko'p qavatli uy bo'lsa 5 ish kuni ichida, agar yer uchastkasining yer uchastkasi bo'lsa 8 ish kuni ichida demak arizadangiz ko'rib chiqiladi va o'sha kadastr yig'ma jildlaringiz tuzilib, kadastr hisobga olingandan keyin o'sha malaka shahodatnomasiga ega kadastr muhandis tomonidan 3 ish kuni ichida kadastr pasporti sizga taqdim qilinadi. U pasport ko'rinishida bo'ladi yoki qog'oz ko'rinishida bo'ladi. Pasport ko'rinishidagini yagona davlatchadan olasiz. Qog'oz ko'rinishidagini yagona davlatchadan yoki MyGov'dagi akkauntingizdan olsangiz bo'ladi.